Assalomu alaykum. Bugungi briefing mavzumuz mulk ijara shartnomasi haqida. Xo'sh, mulk ijara shartnomasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? Mulk ijara shartnomasi bu ijara beruvchi ijarachiga mol-mulkni haq evaziga vaqtinchalik egalik qilish va foydalanish uchun beradi. Ijara obyekti nimalar bo'lishi mumkin? Ijara obyektiga yer uchastkalari, bino inshootlar, uskunalar, transport, iste'mol qilinmaydigan mol-mulklar ijaraga berilishi mumkin. Shartnoma shakli va ro'yxatdan o'tkazish tartibi. Agarda ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish 1 yildan ortiq muddatga tuzilsa, yozma shakl shart. Mabodo tomonlarning biri yuridik shaxs hisoblansa, muddatidan qat'iy nazar yozma shaklda bo'lishi shart va ko'chmas mulk ijarasi davlat ro'yxatida o'tkaziladi. Muddat agarda ijara shartnomasida muddat bo'lmasa, nima bo'ladi? Muddat bo'lmasa, shartnoma ma'lum muddatga tuzilgan hisoblanadi. Bunda tomonlar 1 oy oldin, ko'chmas mulkda esa 3 oy oldin yozma ogohlantirish bekor qilish mumkin. Mol-mulkni topshirish tartibi. Ijara beruvchi mol-mulkni shartnoma shartlariga mos holatda zarur hujjatlar bilan topshirishi lozim. Masalan, texnik pasport, sertifikat va hokazolar. Topshirish dalolatnomasini tayyorlash odatda ijara beruvchining burchi hisoblanadi. Ijara haqqi qanday belgilanadi? To'lov qat'iy summa, daromad ulushi, xizmat ko'rsatish shakli va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.